Farzandingiz sog'lom tug'ilishini xohlasanglar, mana shu 5 ta xatoni umuman qilmanglar. Ko'p homilador ayollar semirib ketyapman homila paytimda deb butkul dietaga o'tirib oladi. Dietaga mutlaqo o'tirib olish ham bu noto'g'ri. Kerakli mahsulotlarni, vitaminlarga boy mahsulotlarni homilador ayol iste'mol qilish kerak. Ikkinchisi esa aksincha, homilador ayol 2 baravar ovqatlanish kerak deb, kerak bo'lsa o'sha nonli mahsulotlar, xamirli mahsulotlarni ham me'yordan oshirib yuboradi. Bu esa organizmda kalsiy tanqisligiga va kerak bo'lsa semirishga olib keladi. Shuning uchun biz o'rta me'yorini olishimiz kerak. Tishlaringizni oldindan davolatib oling. Homilador ayolni tishi og'rigan vaqtda og'riq qoldiruvchi dorilarni ichsangiz, bu farzandingizga katta zarar o'tkazadi. Va undan tashqari tishingizdagi karies, yiring, infeksiyalar ham bolani rivojlanishini orqada qoldirib, hayotiga xavf solishi mumkin. Voy, homiladorman, dam oling deb haddan tashqari ko'p yotish ham homilangiz uchun aksincha zarar. Ko'proq harakatda bo'ling, uy ishlarini vaqtida qiling. Chang artish, pilisos qilish, idish yuvishlar esa bu sizni homilangiz uchun aksincha foydali. Ratsioningizdan mutlaqo gazirovkali va shakari bor mahsulotlarni chiqarib yuboring. Sababi bu shakari bor mahsulotlar sizga vaqtincha energiya berishi mumkin, lekin oxir oqibat depressiyaga ham olib keladi va oxir oqibat farzandingizda kalsiy va D yetishmovchiligi ham yuzaga keladi. Asabni tinch saqlang. Sababi kortizol sizda oshib ketadigan bo'lsa, bu farzandingizni asab tizimiga va immunitetiga katta zarar yetkazadi. Agar siz asabiy ishlayotgan bo'lsangiz, bu ishni mutlaqo to'xtatib turing, ko'proq sayr qiling, kayfiyatni ko'taradigan insonlar bilan ko'proq muloqot qiling va o'zingizga yaxshi ta'sir o'tkazadigan ishlar bilan ko'proq shug'ullaning. Agar sizga kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, sahifamga obuna bo'ling.